Chiqishim kerak edi. Farhod bilan o'taman. Sizlar Lutfim bilan mashinangda ketdilaring. Farqi yo'q bo'lmasa. Lutfulla, o'tir. Ketdi. O'sha ko'rishamiz bo'lmasa. Bo'l. Hop. O'tir jigar. Ne unaqa dedi? Hech qanaqa ishimiz yo'q edi-ku. Mashinamga chiqazgim kelmadi. Maqtulsan, ketdingmi? Yo'q. Bu mashinada ketmaymiz. Tinchlikmi? Boya adamlar. Sen hop degan bolam. Yo'q, ada. Siz menimcha noto'g'ri tushunyapsiz. U bolalar meni yoshlikdan beri katta bo'lgan og'aylarim-ku, kiyib olgan kiyimimga, haydab olgan mashinamga, cho'mchigimning pulimga qarab muomala qiladigan bolalar emas. Kerak bo'lsa meni sen tengi paytimda. Yarim Toshkent og'aynim bo'lgan. Sen aytganimni qilib, o'rtoqlaringni bir sinab ko'r. Hop ada. Ha, tushunarli. Nimada ketamiz unda? Ha, bolalar. Kutib qolmadinglarmi? Hozir boshqa yetroy qo'yilib tushamiz.